biz rizqqa nisbatan iymon keltirganmiz. Rizq halol bo'ladi, harom bo'ladi. Hammasi Allohdan bo'ladi. Halol rizqqa savob olamiz, harom rizqqa esa gunoh olamiz. Birovning rizqini birov hech qachon yeb keta olmaydi. Faqat rizq kech qolishi mumkin. Kech qolgan rizq bizni uni harom yo'llardan talab qilishimizga chorlamasa bo'ldi. Imtihon, sinov mana shu yerda bo'ladi. Hazrat Payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Ey odamlar, Allohdan qo'rqing va mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qiling. Har bir inson o'zining rizqini mukammal olmaguncha joni uzilmaydi. Unga belgilangan rizq biroz kechikishi mumkin, ammo baribir keladi. Shuning uchun Allohdan qo'rqing va mol dunyo talab qilishda go'zal yo'lni tanlang. Halolini oling, haromini tark qiling" deb marhamat qildilar. Kishi rizq yo'lida ming harakat qilsa ham Alloh taolo unga yozgan rizq nasibasidan ortig'ini olmaydi yoki uning rizqini birov tortib ololmaydi.